Qozonda qarasa ovqat yo'q, dasturxonda qarasa ovqat yo'q. Kelib xotinini uyg'otayotganmish. Ming xijolatchilik bilan. O'zini xotini bo'lmasa. 150 kilo xotin, ismi Nozigul. Kelib uyg'otib, xotin. Xotin. Yotgan joyda gaplashayotgan. Keldingizmi? Qornim och. Ovqat qilmadingmi? Ovqat qildik, yeb qo'ydik. Qornim och. Bo'pti, endi ertalab yersiz. To'yga borib to'yib kelmadingizmi? Siz to'yga ovqat yegan borganim yo'q. Sizlarni boqaman deb borganman. Tur, qornim och. Sen yoting, ertalab yeysiz. Yot. Qo'ying endi, yarim soat 1da. Oshqozoningiz og'riydi. Sizga mumkin emas. Sizga mumkinmi, onasi? Taroningdan. Nima yeyman hozir? Nima yeyman desa, puppet o'rnidan turibdi-yu. 150 kiloli ayol. Shuni yerini burchakka qisib, meni yeng deb. Yeysizmi? Yeng meni. O'zi yeb-yebaday tamom qildingiz. Onamnikida so'millab yurdim. Yeng! Yeng! O'zim qo'rqib ketib, menga yog'li ovqat mumkin emasdir.